Assalomu alaykum musulmonlarim, yaxshimisizlar? Mana bu bolajonimga hozir mana ko'rayotgan bo'lsanglar, shunaqa dumaloq bo'lib toshib boshlagan. Yuzlaridagi dog'lari anchagina kattalashib ketgan. Bolaning ranglari sarg'aygan. Mana bu yoqlarida ham ko'ryapsizlar, dog'lar tushgan. Dahanlarida ham shu narsalar intoksikatsiya mana berib yotibdi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar bu toshmalarni. Xuddi shu narsa bolajonimni qorin sohasiga ham mana bu to'da tushgan. Mana badanlarida ham mana tushgan. Mana ko'ryapsizlar. Oyijonlari aytibdilar, bu bolamga albendazolni har 2-3 oyda berishni boshlaganlar. Mana albendazoldan bola xuddi shunaqangi sarg'ayib, mana bunaqangi dog'lar tushishni boshlagan bolamga. Mana ko'ryapsizlar, bo'yin sohasida ham katta dog'lar mana beryapti. Mana qo'llarida ham mana shunaqangi dog'lar. Chunki har 2-3 oyda bola albendazol